1.02.04 deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi ixtisosligidan fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozgan doiraviy konusumon qobiqning deformatsiyalanuvchi muhit bilan o'zaro nostatsionar ta'sirlashuvi mavzusidagi dissertatsiya ishi yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, unda masalalar korrekt qo'yilgan, ishonchli yechish usullaridan tizimli foydalanish asosida amaliy jihatdan muhim natijalar olingan. Dissertatsiya ishi 01.02.04 deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi ixtisosligidan fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiya ishlariga OAK tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Ismoilov Xursandbek Farhodovich esa mazkur ixtisoslik bo'yicha unga fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi berilishiga munosib. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat domla. Marhamat. Xursandbek Farhodovich, marhamat. Rahmat domla. Rahmat aytaman. Dissertatsiyamni vaqtida ko'rib, maslahatlar berganlar uchun. Birinchi savolga javob: doiraviy kesim konusumon qobiq iborasi ishlatilgan. Agar kesim doiraviy bo'lsa, u qobiq bo'lmaydi. Doiraviy kesim konusumon qobiq iborasi mexanika va konstruksiya nazariyasida to'g'ri ishlatiladi. Qobiq silindrik va konusumon bo'lsa, u doiraviy kesimga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz shu termindan foydalanganmiz. Ikkinchisi, doiraviy kesim konusumon sturgeon iborasi ishlatiladi. Sturgeon so'zi o'rniga buruch so'zi ishlatilsa maqsadga bo'lardi deyilgan. Buruch so'zi albatta qurilish materiallarida ko'ndalang kesim yuzi to'rtburchak bo'lgan jismlarda ko'p qo'llaniladi. Bizda asosan ko'ndalang kesim yuzi doiraviy sifatda olingan. Shu nuqtai nazardan biz sturgeon so'zidan foydalanganmiz. Birinchi qobiqning ko'rinishi o'rtasida deformatsiya qobiqning ixtiyoriy ko'ndalang kesimi nuqtasidagi ko'chish, kuchlanish va deformatsiyalarni aniqlash maqsadida ko'chish, kuchlanishlar va deformatsiyalarning to'lqin tenglamalarining yechimlari orqali ifodalanadi degan deyilgan, ammo yechimlarda o'rab turgan muhitning kesim parametrlari qatnashmayapti. To'g'ri, tashqi muhitning umumiy ko'rinish belgilari bobning ko'rinishi birinchi bobda keltirib o'tilmagan, faqat Rami koeffitsentlari, Poisson koeffitsentlarining qiymatlari keltirilgan. Muhitning parametrlari asosan ikkinchi bobda keltirib o'tilgan. To'rtinchi, olingan natijalar to'g'riligi avvaldan ma'lum bo'lgan yechimlar grafiklar bilan solishtirilmagan deyilgan. Bugungi kunda zamonaviy tadqiqot ishlaridan qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik son natijalar zamonaviy axborot texnologiyalaridan olingan natijalar bilan taqqoslashlar bajarilgan. Shu nuqtai nazardan men ham tadqiqot ishimda asosan Maple va Ansys dasturida olingan natijalar bilan taqqoslab ko'rgan. Javoblar qoniqarlimi domla? Qoniqarli, lekin sturgeon bilan buruch to'g'risidagi masalani bir ta'riflarini ko'rib olsangiz yomon bo'lmaydi. Katta rahmat. Salomat bo'ling. O'rtoqlarning dissertatsiya muhokamasiga o'tsak-da, marhamat. Kengash yo'lma kengash a'zolari ham so'zga chiqishi mumkin. Bemalol. Marhamat. Professor Bosilabay. Bo'ladi. Eshitiladi-ku? Oldagi Ana bu ishlar oldindan tanishmanda, oldingi seminarlarda tadqiqot qilganda bu ish bilan men tanishman oldindan. Doktorantchi mana hozir ko'rib turganimizdek ancha pishigan, demak tayyor ilmiy qilgan ishlarini odamlarning oldida ko'rsata olib bera oldi. Shuning uchun ishni qo'llab-quvvatlash maqsadiga muvofiq deb hisoblayman. rahmat. Marhamat, yana. Mustafa aka, marhamat. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men nimani dissertatsiyaning o'zini kechagida tashlashdi. Undan oldin Xursandbek nima avtoreferatni keltirib berganda o'zi bilan suhbat chog'ida, shuningdek avtoreferatini ko'rib chiqish chog'ida bu masalalar demak Samarqanddagi
maktab ishlarining davomi sifatida ketayotganligi har lekin mana keyingi paytlarda Hasanov domlamiz, professor Hasanov domlaning demak rahmatlikashligida davom etayotganini ko'rib turib yana xursand bo'ldim. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir o'zi yaxshi doklad qilib berdi. Uning ustiga hurmatli muhtaram opponentimiz Botir Mardanovich, shuningdek ikkinchi opponent juda chiroyli masalaning mohiyatini yanada ochdi. Shunday bo'lsa ham men o'zimning nazarimda masalaning qiyinchiliklarini nimada ko'rishni bir ikki og'iz aytib o'tib ketmoqchiman. Mana birinchidan geometriyaning murakkabligi, bu konusomon qobiq deyapmiz, va radius o'q bo'ylab o'zgarishi bo'lsa tenglamalar koeffitsentlarining o'zgaruvchan bo'lishiga olib kelishi. Ikkinchidan, masalaning nostatsionarligi, vaqt bo'yicha o'zgaruvchi dinamik ta'sirlar ishtirok etishi. Uchinchidan, buralma tebranishlar xususiyati, aylanma harakatda kuchlanishlar va kuchlarning o'zaro bog'lanishi bog'lanish masalasini yanada murakkablashtirib yuborishi. To'rtinchidan, deformatsiyalanuvchi muhit bilan o'zaro ta'sir, qobiq va tashqi muhit o'rtasidagi kontakt shartlarini hisobga olish, bog'langan sistema hosil qilishi. Bular albatta masalani ham geometrik ham dinamik o'zaro ta'sirning birgalikda qarashi tufayli juda murakkab ekanligini ko'rsatib turadi. Uni yechish uchun esa maxsus matematik usullar qo'llanish kerakligini ko'rsatadi va shuni demak dissertant epidan chiqqanda hammasini xizmati nimada deb o'ylayman. Dissertantdan birinchidan, u deformatsiyalanish muhitda joylashgan konusman qobiqning nostatsionar buralma tebranishlar uchun matematik model ishlab chiqqan va masalani to'g'ri qo'ygan. Ikkinchidan, qobiq va tashqi muhit o'zaro ta'siri hisobga olingan holda harakat tenglamalari, chegara shartlardan iborat bog'langan differensial tenglamalar sistemasini hosil qilgan. Uchinchidan, ushbu murakkab masala analitik usullar orqali yechilgan asosiy noma'lumlar uchun yechimlar berilgan. To'rtinchidan, olingan natijalar asosida tebranish jarayonining asosiy qonunchilar, jumladan kuchlanishlar, kuchlarning parametrlariga bog'liq ko'rinadi. Mana keyin men alohida yana bir narsani ta'kidlab o'tishni istardim. Ishda olingan natijalarni amaliy jihatdan asoslashga ham e'tibor qaratilgan. Bu joyda eksperimental jihatlardan professor Hasanovning ilmiy maktabining ta'siri shu yerda yaqqol ko'rinib turibdi. Bu esa ishni amaliyotga yaqinlashtirishni ko'rsatadi. Shu jihatdan dissertant masalani qo'yish, matematik modellashtirish va uni yechish bosqichlarini to'liq qamrab olgan holda ilmiy ishni bajargan deb hisoblayman. Olingan natijalar nafaqat nazariy ahamiyatga, balki amaliyotga, xususan turli muhandislik konstruksiyalarining dinamik mustahkamligini baholashda qo'llanishi mumkin. Mening fikrimcha, ushbu dissertatsiya ilmiy yangilikka, amaliy ahamiyatga ega bo'lib, qo'yilgan OAK tomonidan qo'yiladigan barcha talablarga javob beradi. Muallif esa demak Xursandbek Ismoilov esa 010204 deformatsiyalar qattiqchi mexanikasi ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berishga munosib deb o'ylayman va uni men qo'llab-quvvatlayman va kengash a'zolarini ham mana shunga chorlab qolaman. Katta rahmat, hurmatli rais. Rustamxon aka, rahmat. Ba'zan tadqiqotchidan ham ko'ra opponentlar va kengash a'zolari dissertatsiyani yaxshiroq tushuntirib beradi. Bu yaxshi. Yana bormi takliflar, o'rtoqlar, fikrlar? Yetarli, ha? Muhokamani tugatsak bo'ladimi? Muhokamani tugatish mumkin deganlar ovoz berishlarini so'rayman. Rahmat. Endi hisob komissiyasi haqida gapirsak, 3 kishidan iborat bo'lsa bo'ladimi? Hisob komissiyasi 3 kishidan iborat bo'lsin deganlar ovoz berishini so'rayman. Qarshi taraflar yo'q. Mana menga yozib berishdi, kimlarga navbat kelgan Qozoqboy birinchi ish boshlagandan sizga qarang, nimaga buxgalteriyaga qo'shib olyapti bular, yaxshi-da. Mamasaliyev, Vladimir Burnashov va Jamol Mahmudovlar. Bo'ladimi o'rtoqlar? Samatbod yo'qmi? Ovozga qo'ysak bo'ladimi? Ovoz berishlarini so'rayman. Qarshi taraflar yo'q. Ishga kirishinglar biza tanaffus qilamiz o'rtoqlar. Marhamat.
Ha, yok. Aktivite hava bu sayet bunu oluşturuyor. Bugün iki tane işte koyuyorum. Ha, Ben zaten okuyayım ki. Son dönem başlayacağım. Ben de plus koyuyorum. Anlatayım bunları bu. Birkaç post. Kengash a'zolari Telegramga tashladim. Telegramdan голосовать qilishni. Sizga variant. Telegramdan ovoz beringizlar. Я проголосовал, но мне надо теперь Да, убегать хорошо. быстро. Так что я Ага. исчезаю. Хорошо. Ладно. Hadi gapirma. Askar Zavich, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklayman. Rahmat. Sog' salomatmi? Charchamasdan Rahmat. Hammamiz yaxshimiz. Rahmat. Hamma sog' salomatmi? Rahmat Askar Zavich, rahmat. Juda chiroyli. Endi chizim akadem bo'lyapti. Bittasi nemis tili, bittasi ingliz tili. Novislar o'rganishga aytyapman. Qanday bo'ladi bu? Himoyamiz buni o'ylab ko'rish kerak. Bilmasam endi jamoat fikrini e'tiborga olamiz. Ular zerikib qoldi. Men fikrimgacha tarjima qilish kerak.